Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Java'da inheritance-ga oid bitta misolni ko'rib chiqamiz. Bu nima degan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Bu tabiiy hol. Bu narsa to'g'ri burchakli parallelepiped, mana qalamda chizilgan to'g'ri burchakli parallelepiped. Uni ichiga silindr ichki chizilgan va parallelepipedni hajmidan silindr hajmini ayirganimizda o'zi mana qizil bilan bo'yab qo'ygan joylarim o'sha qoladigan soha. Ya'ni matematikada bor bu narsa, geometriyada, ya'ni prizmani hajmidan silindr hajmini ayiring degan mana shunaqa misollar bor. O'shanda qoladigan sohani hajmini toping deganini biz uni Java dasturlashtirildi programmasini tuzamiz, dasturni. Mana bu silindr prizmani asoslari AB bo'ladi va uni balandligi h. Mana hozir biz endi Java o'tamiz. Klass ochamiz uning uchun. Klass nomini parallelepiped deb nomlaymiz. Parallelepiped. Hop, unga biz public qilib beramiz. Public qilib public double parallelepiped hajmi deymizda unga double bizga kerakli bo'ladigan tomonlarni kiritamiz. Bizga kerakli tomoni A kerak bo'ladi. Double B hamda double uni hajm balandligi. Keyin bizga double kerak, double deymizda, misol uchun parallelepipedning hajmini topishimiz uchun uni bitta o'zgaruvchi bilan belgilashimiz kerak. Double parallelepiped V deymiz, hajm. Endi parallelepipedga silindr ichki chizilishi uchun silindr parallelepiped asosida hamma tomonlarga bir xilda tegib turish kerak. Uning uchun parallelepipedning asosi kvadratdan iborat bo'lishi kerak. Shundagina uning ichiga silindr ichki chizish mumkin, chunki silindrning asosi aylanadan iborat bo'ladi. Biz ham amtga yozamiz if agar deymiz A tomonimiz teng bo'lsa B tomonimizga, shundagina deymiz dasturimiz ishlasin deymiz. Ya'ni parallelepipedning hajmi deymiz mana teng bo'lsin A ko'paytiruv B ko'paytiruv h ga. Return qilib AB h ko'payt AB h ni qaytaradi bizga. Aks holda deymiz keyin pechat qilsinki parallelepipedning asosi kvadratdan iborat emas deb dasturdan chiqib ketsin. Exit -1. Alt enter. Exit -1 bo'lib chiqib ketsin dasturdan. Va u bizga return yana o'sha narsani qaytarish kerak. A B h ni.
mana bu yerda uzr adashib ketdimman. PV ni qaytarish kerak, parallel pipetning hajmini qaytarish kerak. Hisoblab turib uni qaytarish kerak. Aks holda ABH ni qaytarish kerak. Endi biz silindrga o'tamiz mana. Silindr haqida gap, hozir parallel pipet haqida gaplashdik. Endi silindr haqida gaplashadigan bo'lsak, uni radiusi bo'ladi. Asosi aylanadan iborat bo'lgandan keyin asosning radiusi bo'ladi. Radiusi esa parallel pipetni asosi kvadratdan iborat bo'lgani uchun uni tomonini yarmi parallel pipet uchun, silindrni aylanasi uchun, asosi uchun silindrni radiusini topishimiz uchun asosning yarmiga teng bo'ladi. Endi hamga bitta yangi paket ochamiz, klass ochamiz. Uni nomini silindr deb nomlaymiz. Endi silindrni bizga kerakli bo'ladigan tomonlarni kiritamiz. Buni ham xuddi shunaqa qilib public double endi S deymiz. S hajm deymiz. Turib bizga kerakli bo'ladigan tomonlarni kiritamiz. Double tomoni, double deymizda A tomoni kerak bo'ladi. Double deymizda bizga H kerak bo'ladi. Buni ham xuddi shunaqa deymizda, mana double turib bitta radius olamiz, R deb. Chunki bizga kerak bo'ladi. Yana bitta S V deymiz. Silindr hajm deymiz mana buni. Endi silindr hajmini topish, endi bizga hozir birinchi navbatda radius kerak. Radiusimiz asosining yarmiga teng bo'ladi dedik. Hamda uni silindrning hajmi kerak bo'ladi bizga. Silindr hajmini topishimiz uchun esa mass nuqta P R kvadrat ko'paytirilgan H и return SV. Endi bizga bu dastur ishlatishimiz uchun run qiladigan dastur kerak bo'ladi. Klass kerak bo'ladi. Klass ochamiz. Uni klass otni run deb qo'yib olamiz. Unga yozamiz, nima yozamiz? Kiritish amalini yozamiz birinchi navbatda. Uni oldin public static void main, chunki dasturimizni ishlatishimiz uchun bizga kerak bo'ladi. Scanner qilishimiz kerak bo'ladi. Kiritishimiz kerak. Endi biza prizmani hajmidan, mana prizma hajm deymizda, parallelepiped new, biza undan has a relationship orqali meros olamiz. Mana shu orqali, mana parallelepipeddan, mana bu parallelepiped orqali, mana shu orqali, mana shundan, mana bu has a relationship orqali meros olamiz. Endi xuddi shu ishni silindr uchun ham qilamiz. Mana silindr new silindr. Mana undan ham xuddi shu orqali meros oldik. Endi bizga kerak bo'ladiki, A tomonini kiritgin deymiz misol uchun. Parallelepipedning deylik.
tomonini kiriting. Tomonlarni double deb beraveramiz. Endi xuddi shu ishni nariga B va H tomonlar uchun ham qilishimiz kerak. Misolib keyingilar uchun ham o'tkazib yuboramiz mana. Parallelepipedning B tomonini kiriting deymizda. B barobar B bo'ladi. Endi parallelepipedning balandligini kiriting deymiz. Hash bo'ladi endi. Endi bizga pechat qilishimiz kerak bo'ladiki, system out parallelepipedning hajmini topamiz birinchi navbatda. Parallelepipedning hajmi teng deymizda plus parallelepiped nuqta deymiz. Mana buni olamiz. A ni yozamiz bu yerga, mana o'zi aytibdi double A ni yoz, B ni kirit dotdi, H ni kiritgin dotdi. Nimaga? Chunki bizdan A B H so'rayapti. Chunki biz uni ekran klaviaturadan kiritadigan qilamiz. Shuning uchun bizga A B H yozgan deb o'zi aytib turibdi. Endi xuddi shu ishni silindr uchun ham qilamiz. Silindrning hajmini ham topib olamiz birinchi navbatda. Mana silindr deymiz, nuqta, mana bunga ham xuddi shu A va H tomonlarini so'raydi bizdan. Endi o'sha aytganimda ayirmasi kerak bo'ladi. Ayirmasi deymiz, hajmlarning ayirmasi deymiz. Mana shu narsa prizmaning hajmi parallelepiped nuqta A B H minus silindr nuqta bu A H. Endi bu yerda nimaga minus qizil chiqib qoldi? Chunki mana bu yerda biz ayirma qo'ymadik. Mana. Endi dasturimizni ishlatib ko'rishimiz mumkin mana. Mana parallelepipedning A tomonini kiriting dotdi. A barobar so'ncha 6 kiritamiz. Parallelepipedning B tomonini kiriting 5 kiritamiz. Parallelepipedning balandligini kiriting mana 3 kiritamiz. Parallelepipedning asosi kvadratdan iborat emas, chunki A va B tomonlari o'zaro teng emas. Boya ko'rganimizdek, mana A va B teng bo'lsagina bu dastur ishlaydi. Aks holda parallelepipedning asosi kvadratdan iborat emas deb chiqaz beradi va exit qilib dasturdan chiqib ketadi. Mana xuddi shunaqa bo'ldi bizda. Exit -1 qilib mana
dasturdan chiqib ketganda ko'rsatdi, iborat emasdi. Endi shuni asosiy kvadratdan iborat qilamiz. 6 ni beramiz, 4 beramiz. Mana parallelepipedning hajmi dotdi. Tomonlari 6, balandligi 4. Parallelepipedning hajmi 144. 6 ni 6 ga ko'paytiradi 36. Asosi kvadratdan iborat bo'lgani uchun 36. Uni balandligi ko'paytirsak, 36 ni 4 ga ko'paytirsak 144 bo'ladi. Mana bitta silindrning hajmini topyapti. 113 deylik. Asosi 6 ekan. 6 ni yarmini oladi. U 2 ga bo'ladi. Mana silindrga o'tamiz. Yarmini oladi. 3 bo'ladi. 3 ni ko'paytiradi 3 ga 9 bo'ladi. 9 ni ko'paytiradi 4 ga 12 bo'ladi. 3 ko'paytiramiz 3 ga 9, 9 ko'paytiramiz 4 ga 36 bo'ladi. 36 ni 3/14 ga ko'paytirsak 113 chiqadi. Keyin ularni ayirmasi esa 144 dan 113 mana bu sonni ayirsak, mana 30 dan pasti 31 chiqadi. Dasturimiz to'g'ri ishlayapti mana. Shu bilan darsimiz tugadi. Hammaga rahmat.